Assalomu alaykum, hurmatli Cheriyada Mastur Olmazor filiali obunachilari. Sizlar uchun yangicha bugun obzor Tigo 7 Pro 2026 FL variantimiz. 2026 premium pozitsiyamiz bo'lib turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Oblitsovkada o'zgarishi bor. Oblitsovkalarimiz ancha chiroyli, radiatorning setkalari, ancha dizayn bo'yicha o'zgarishlari bor. Juda ham chiroyli qilib ishlangan. Keling, bitta balonlarni ko'ramiz. Balonlari ham shunaqa всесезонный balon qo'yilyapti. 2 litr sportivniy diskada chiqyapti bularimiz ham. Mashinamizning klirensi, ya'ni yerdan balandligi o'zgarmagan, o'sha 19 sm. Biz ключевой dostuplari shunaqa, lekin ichki dizayni ancha o'zgarish bo'lgan. Ichki dizayniga ahamiyat berasizlar. Karbonoviy dizayn qilingan ichlari. Eshiklarida ham ancha o'zgarish bor. Podsetkalarida, kolonkalarning joylashuvida, bu yerda sideniy pamyatlari shu yerda o'zida joylashgan, dizaynlari ancha boshqacha. Yo'llari polniy o'shaqa eko-koja qilingan. Sideniyalarimizda elektropaketlari qolgan. Keling, ichki barini bitta ko'rsatib o'tamiz. Bu yog'imizda беспроводной zaryadka qo'shilgan, podstakannik. Dizayni как o'zimizning Tigo 8 ga o'xshagan dizayn qilingan. Juda ham akkuratniy. Bu yog'i korobka передаchi ancha boshqacha qilingan. Rejimlarni shu yerda o'zidan o'zgartirsanglar bo'ladi. Bu yog'ini как tigr qilishgan. Ovozlarni ko'tarib o'chirilishi. Keyin barimizning o'zini ichida sveti bo'ladi отдельно. Keling, bitta ko'rsatamiz. Bari ichida o'zida svetlari bo'ladi. Bu yoqlarni ko'rsanglar bo'ladi. Svetlarni ochganingizda svetlar yonib beradi shunaqa. Ayollar uchun самый удобный mashina deb hisoblayman. Bu yerda panoramniy shtorniy lyuk qilingan, oxirigacha ochiladi. Sideniyalari o'sha eko-koja, eshiklari, dizaynlari juda ham boshqacha qilib ishlangan. Kolonka akustikalari o'sha qolgan, Sony kolonka akustikasida qilingan, lekin ichki dizayni 2026 FL variantimizniki juda ham boshqacha qilib ishlangan. Keling. Orqa qatorini ham bitta ko'rsatib o'ting. Ikkinchi qatorimiz shunaqa keng qilib ishlangan. Orqasida ham konditsioner deflektori o'zida, orqasida sideniya обогревlari bo'ladi. Mashinamiz hali ham o'sha turbina bo'lgan hisobiga 92-95 benzinda yuradi mashinamiz. Ko'pchilikni qiziqtirgan savol bu mashinalar qanaqa yoqilg'i ishlatadi. Bagajlarimiz elektrический bagaj, shtorkalari. Zo'r интересный joyi bu yerda уже skrytый qilib ishlangan. Tagida o'zida zapaskasi bilan birga chiqyapti mashinamiz. Mashinamiz 1.5 turbirованный. Mashinamizning korobkasiga keladigan bo'lsak, korobkasi robotizirованный bo'ladi. Eski 25 variantimizda ichida bilsanglar, уже variator CVT 25 bo'lgan. Обновленный versiyada, уже variatorida. Bu yerda уже обновленный robotizированный korobka bo'ladi. Bagajlarimiz shunaqa prostorniy, keng qilib ishlangan. Oldingi eski variantimizda bagajimizning yopilishi bu yoq tarafdan edi. Bu yoq tarafga ko'chirishgan. Orqa dizaynlariga ahamiyat berasizlar, ancha boshqacha dizayn qilingan. Farasi splashnoy. Как будто bu hozir agar Cherry deb yozilmaganda boshqa mashina ham deb o'ylaydi odam, uzoqdan qarasa juda ham chiroyli qilib ishlangan. Zadniy parktroniklari, parkochniy kamerasi, 360 kamerasi o'zida joylashtirilgan. Обогревlari hamma yoqda bo'ladi. Mashinamiz juda ham chiroyli qilib ishlangan. Hozirgi kunda mashinamiz o'sha narxida qolgan, to есть eski variant bilan bir xil. Eski variantimizda ham 344 million 900 ming so'm edi. Bu variantimiz ham xuddi shunaqa 344 million 900 ming so'm. Kim agar nalichkaga xarid qiladigan bo'lsa, nalichkaga xarid qilsanglar, mashinamizning tan narxidan 25 million skidkasi bor. Hozirgi kunda 25 million skidkasi faqat naqd to'lov turiga yoki bo'lmasa kredit usloviyasiga amal qiladi. Mashinamizda hamma usloviyalar ochiq. Hozirgi kunda kredit, lizing, naqd, рассрочка hamma to'lov turimiz ochiq. Shuningdek, naqdga ham olib chiqib ketsanglar bo'ladi mashinamizni. Mashinani ham rekomenduy, hammaga tavsiya qilaman. Tak, nima deyman aka? Aytdim-ku. Bo'ldi, o'chiring. To'xtang. Oxirini tugatib qo'ymaymiz?
30% bilan o'z noylarga asoslashishingiz mumkin. 15% bilan o'chib ketsa bo'ladi. Rassrochka. Rassrochkaga. To'xtab turing, to'g'rilab olay. Bilar, remenni boya otib yubordim jallab. Kadr buzilib qolmasin deb. Jalab gapni esimdan chiqib qoldi. Mashinamizni yana bitta usloviyasi, mashinamizni rassrochkaga o'zini pulini bo'lib to'lashga 30% boshlang'ich to'lov bilan o'zingizning nomingizga bitta pasport bilan rasmiylashtirib ketsanglar bo'ladi. Bunaqasi faqat Cheriyada masrur Olmazor filialimizda bo'ladi. Keyin nima deyman?